Assalomu alaykum qattiqlarim. Bugun bir videoni vobshe qattig'i bo'lsin jigarlar. O'zi mana shu dokumentlar ham vobshe yezib olyapti jigarlar. O'zi Rossiyaga kelganman yana. Vobshe dokument bor-u, yonyapti-da. 2 yildan beri dokument qilganim yo'q edim. Endi hozir dokument qilish kerak. Vobshe yonyapti jigarlar dokument. Bugun ham dokumentga borib keldim hozir. Endi nima deydi, ozgina vaqt bor edi, shunga bitta chiroyli, bitta idealni bitta videorolik qilib qo'yay dedim. Endi like, podpiska bilan albatta chiroyli bo'ladi videorolik. Sizlar paddashga qo'ysanglar shu like o'lsin, shu like deydi, yonib ketsin shu like. Nima ham deyardim jigarlar, hozirgi kunda masalan ko'pchilik internetda pul ishlayman deb yuribdi masalan. Hammaga shu ozgina plus bo'lsa o'sha yaxshida jigarlar. Masalan, hamma shu ishlagan pulim o'zimga qolsin, shu rasxodlarimni hech bo'lmasa internetdan ishlayin deydi masalan. Ko'pchilikni men bilaman shunaqa deydi. Bu shunaqa narsada jigarlar. Masalan, hozir men sizlarga tavsiya qilishim mumkin. Hozirgi kunda o'zi 17 ta ishonchli saytda o'zim pul ishlayapman. 17 ta sayt bo'ldi-da o'zi. Yaqinda yana bitta chiqdi, shu 17 ta bo'ldi. Endi masalan videorolik davomida ko'rsataman o'sha 17 ta saytni. Prosta ko'ringizlar, ma'qul bo'lsa gazini bosingizlar jigarlar. Hech kim bu yerda hech kimni majbur qilgani yo'q, yo boshqa qilgani yo'q. Prosta men sizlarga tavsiya qilganimning sababi saytlar 100% ishonchli. Men sarmoyasiz ham pul chiqarib ko'rganman, 100% to'lab bergan. Shuning uchun ishonchli bo'lganligi uchun sizlarga tavsiya qilaman jigarlar. Podrobniy deydi-ku ruschasiga, ya'ni batafsil ma'lumot beraman shu videorolik davomida. Shunga qarab jigarlar, kimga ma'qul kelsa gazini bosingizlar. Hech bo'lmaganda sizlarga ozgina bo'lsa ham, hech bo'lmasa kvartira, produkta deydi, shunaqa narsalarni rasxodini ko'tarib tursa ham jigarlar. O'sha ham sizlarga plus bo'ladi. Qani sizlar shu pul ishlasanglar internetda men o'ta xursand bo'laman to'g'risi. Lekin ko'pchilik ishlayapti jigar, ishlayotganlarni ham bilaman, lekin ko'pchilik qo'ldan kelmayapti, eplolmayapti. Kimningdir depozit qilishga puli yo'q. Endi jigarlar depozit to'g'risi depozitsiz o'zi nima deydi, qiyin-da, vaqt ko'p ketib qoladi bu saytlarda. Albatta, lekin kam bo'lsa ham shu hech bo'lmaganda kamroq depozit qilib turib, saytlarda o'rin degan narsasi bor-da, o'sha o'rinni ko'tarib turib, keyin esa bemalol kapcha terib, har soatda kirib kapcha terib ishlasak ham masalan normal pul bo'ladi jigarlar bir oyda o'sha ham. Lekin o'shani ham qilishga albatta ozgina pul kerak bo'lyapti, lekin ko'pchilik harakat qilyapti. Lekin ko'pchilikni bilaman jigarlar 3-4 ta telefonda ishlaydi. Vobshe odamlar vobshe umni bo'lib ketyapti, o'rganyapti asta-asta, lekin hammasi birdan bo'lib qolmaydi jigarlar. Endi bitta telefonda ko'proq akkaunt ochib ishlash bu opasna jigarlar. O'shaning uchun iloji boricha ko'proq akkauntda ishlash uchun albatta ko'proq telefondan foydalanish kerak. Men ham shu narsani yo'lga qo'ymoqchiman, lekin shu internetda ishlaganim jigarlar, bilasizlar, pul qancha ko'p kelaversa, shuncha rasxod ko'p bo'laveradi ekan. Bu yoqdan rasxod bo'laveradi, baxtdan pul ishlayveramiz, lekin orttira olmayapmiz jigarlar. Orttirsak shu telefonlarni ham ko'paytirib, 5-6 ta telefon qilib iloji boricha, keyin esa shu 5-6 ta telefonda har kuni kam-kamdan ishlab qo'ysak ham jigarlar, o'sha bir oyda normal pul bo'ladi jigarlar. Xo'p, videorolikni boshladim. Sizlardan like, podpiska, paddashka, bizdan esa faqat eng ishonchli saytlarni faqatgina rost gapirish jigarlar. Yolg'on gapirib bizlar keyin ertadan javob berish bor jigarlar. To'g'risini aytamiz, hammasini bilganimizni, shunga qarab gazini bosaverasizlar. So'ravringizlar jigarlar, bilmagan narsangizni so'ra deyman men. Bilmagan narsalaringiz bemalol so'ravringizlar. Telegram bor. Telegram kanalimga kirsalaringiz o'sha yerda lichkam ham turibdi. Bemalol murojaat qilib, tushunmagan joylaringizni so'rasalaringiz, o'zim bilganimcha qo'ldan kelgancha o'rgataman jigarlar. Shunga qarab gazini bosaverasizlar. Men videorolikni boshladim. Hammaga omad jigarlar. Mana jigarlar, men telefonimning ekranini ko'rib turibsizlar. Hozir qancha sayt bor bu yerda. Masalan, mana bu birinchisi bo'lsa, xo'p, bu oxirgisi do'stlar mana. 17 ta sayt bor hozir jigarlar. Bu hammasini sayt manzillarini men albatta Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman jigarlar. Bemalol o'shdan kirib ishlashni boshlasangiz bo'laveradi. Hozir men masalan bittasini misol tariqasida ko'rsataman. Eng ashaddiy, eng ko'p pul chiqarganim mana bu sayt bo'ladi jigarlar. Ya'ni TronPic sayti, ya'ni Pic kompaniyasining eng birinchi saytlaridan bittasi jigarlar. TronPic sayti. Bu TronPic sayti. Ro'yxatdan o'tib kirganingizdan keyin albatta siz birinchi navbatda mana bu setting degan joyga kirib, elektron pochtangizni aktivlashtirib olasizlar jigarlar. Elektron pochtani aktivlashtirgandan keyin sizlarga mana yerda 10 ta bonus beradi. 10 ta bonus bersa, bilingizlarki, sizda elektron pochtangiz aktivlashgan bo'ladi.
Xo'p, login saytga har bitta saytga kirganingizda jigarlar, login parolda обязательно biron joyga ruchka daftar qilib yozib qo'yingizlar, shtobi esdan chiqmasligi uchun. Telefoningiz buzilib qolishi mumkin yoki yo'qolib qolishi mumkin, esdan chiqib qolishi mumkin parol login. O'shandaqa vaziyatlarda sizlar xohlagan telefonlaringizdan o'sha login parolni terib kirib ketaverasizlar, jigarlar, o'zlariga oson bo'ladi. Shuning uchun men iloji boricha yozib qo'yishni maslahat bergan bo'lardim. Endi e'tibor beringizlar, har soatda kirib bu saytda biz eng pastiga tushamiz. Eng pastiga tushsak, mana yerda kapcha bo'ladi. Shunchaki kapchani teramiz va mana bu claim degan yozuv ustiga bitta bosamiz. Meni balansimga e'tibor berib turingizlar, mana 0.025. 0.25 beryapti jigarlar. 4 dan 1. U degani har 4 soatda men bitta Tron kriptovalyutasini ishlashim mumkin do'stlar. Hozirgi kunda 3 ta Tronning narxi pashti $1 ga teng bo'lyapti. Shuni hisobga olish kerak. Keyin menga nima uchun har soatda 0.25 beryapti? Sababini aytib o'taman. Bu saytda aytib o'tganimdek, uruin degan narsasi bor bu saytda. Meni uruinim 5-urinda bo'lganligi uchun menga har soatda 0.25 beradi. Agar men harakat qilib, xudo xolasa, bir amallab 6-uringa chiqib olsam, har soatda bitta Tron bor degani jigarlar. U degani har 3 ta Troni $1 bo'lganda, endi shundan hisoblayverasizlar, men kuniga sarmoyasiz qora kapcha terib qancha pul ishlashimni jigarlar. Endi shu yerda savol tug'iladi. Biz qanday qilib urinimizni ko'tarib olsak bo'ladi deyishlar mumkin. Urin ko'tarish to'g'risida men Telegram kanalimga video rolik qilganman. Agar kim topolmasa, albatta mendan lichkamga yozsalaringiz, o'zim o'sha video rolik tashab beraman. O'sha video rolikka qarab bemalol urinlarni ko'tarib, keyin kapcha terib bemalol ishlayverasizlar jigarlar. Hamma narsani iloji bor, prosta tak odamda xohish bo'lishi kerak, harakat bo'lishi kerak jigarlar. Endi e'tibor beringizlar, pul chiqarish mana bu Wizdraft degan joydan bo'ladi. Kecha ham pul chiqarganman bu saytdan. Mana e'tibor beringizlar, 500 ta Tron chiqarganman. Tak что 11 soat mana 11 hours degan ruschasiga bu 11 soat degani. Undan oldin 16 kun oldin chiqarganim ekanman. 27 kun oldin, 1 oy oldin, 2 oy oldin, короче, juda ham ko'p marotaba bu saytdan pul chiqarganman jigarlar. Qancha pul chiqarganlarim esa hammasi yozilgan jigarlar. Bu saytdan где-то 47 marotaba pul chiqardim-da. Vash konkretni sayt. Eng no'meradan sayt shu-da hozir men uchun. Keyin bu yerda mana bu Litepikdan ham juda ham ko'p pul chiqarganman. Bu Litepik ham ichi bir xil, xuddi shu kompaniya ishlab chiqargan. Tak что jigarlar, mana shunaqa narsalarni harakatini qilish kerak. Iloji boricha kimda sharoit bo'lsa gazini bossin jigarlar. To'xtash yo'q. Hammaga omad jigarlar, sog' bo'lingizlar.